ishini boshlaymiz. Bu tajriba ishining mavzusi nuqta kinetik energiyasining o'zgarishi haqidagi teoremani tajribada qo'llash. Ishning maqsadi kopyor mayatligini namunaga urilish tezligi va qanday kuch bilan urilishini aniqlashdan iborat. Tajribada kerak bo'ladigan asbob va jihozlar: kopyor mayatligi, namuna va sekundomer. Ishni bajarish tartibi: tajribani kopyor mayatligi yordamida olib boriladi. Kopyorning asosiga og'irligi 4 kilogrammga teng bo'lgan po'lat ustun mahkamlangan. Po'lat ustunning markazidan kopyor mayatligiga markazigacha bo'lgan masofa 380 mm ga teng. Namunani uskunaga o'rnatamiz. Mana shunday tartibda uskunaga o'rnatiladi. Mana uskunaga o'rnatish joyiga e'tibor qarating. Mayatlikni texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda himoya setkasini mahkamlab qo'yamiz. Chunki bu juda yuqori bosimda aylanadi. Ana endi strelkani o'zgartiramiz. Strelkani 0 dan 25 gacha olib kelamiz. Namunani demak o'rnatib bo'lganimizdan keyin mana strelkani olib keldik. Mayatlikni ishga tushiramiz. Mayatlik kelib namunaga urilgan paytida sekundomerni to'xtatamiz. Boshladik. Mana. Demak 20 Newton metr.